Alo, Damascha aka, yaxshimisiz? Ha, yaxshi rahmat, kirani yorib yuribmiz. Sizga bitta kinoga rol bor edi. Damaschilar roli. O'shanga taklif qilmoqchi edim. Yo, Jalonbek unaqa mayda-chuyda kinolaringizga o'ynagani vaqti yo'q. Obedda bir pachka kechpay ikki pachka o'g'layapti. Bo'pti. Qo'yib qo'ydimi? 800 milliondan ortiq kishilar bu sirni bilishmas ekan, sizga 1 daqiqada o'rgatib qo'yaman. Agar boshingiz og'risa, banan yeng, ichingiz qotsa, olma iste'mol qiling. Tomog'ingiz og'riyaptimi, asal yalang. Tishingiz simillasa, qalampirmunchoq chaynang. Charchagan bo'lsangiz, apelsindan zo'ri yo'q. Uxla olmayotganlarga kivi bering. Qonda qand miqdori kamaysa, buning davosi xurmo. Qorin quldirashiga qatiq iching. Sochingiz quruqmi? Mana bulg'ori qalampiri bor-ku. Xotirangiz yomon bo'lsa, sut iching. Stressdan ko'k choy bilan himoyalaning. Suvsizlanish bodring bilan hal bo'ladi. Yuzingiz tiniqligi uchun sabzi kavshang. Zanjabil ovqat hazm qilishini yaxshilaydi. Rayhon bargini chaynasangiz, immunitetingiz ko'tariladi. Ko'zingiz ravshanlashishi uchun uzum yeng. Agar bu ma'lumot sizga qiziq bo'lsa, foydali bo'ldi degan so'zni yozib, bu videoni sifatli mahsulotning qadriga yetadigan do'stingizga yuborib qo'ying.